Assalomu alaykum, Infaziya YouTube kanalidagi Aravon rayonida M Sultanov ko'chasida 7 sotlik maydoni bo'lgan mana shu 34-uy sotiladi. Bu uyimiz Aravonda sentrda joylashgan Orientir stadion. Mana shunda bu uyda orqasi stadion bo'lib qoladi. Bu tomon mana hokimiyat tomonga ketgan yo'l, bu tomon esa Sansalxon Yusupova ayol hikmati ketgan yo'l. Hozir ichkariga kirib, Ozodbek ukamiz uy bozor O'sh agentsiyasini blogeri bilan olib boramiz. Assalomu alaykum aka. Keldinglarmi aka? Keldik. Mana shu xonadonimiz bo'ladi. Kirganimizda aka, chap qo'l tomonda kuxnamiz bor, bu yerda o'zini bitta yana xonasi bor, bitta dush o'yi bor. O'ng qo'l tarafda aka, bu yerda mehmonxona, ko'rasiz bu yerda ayvoni bor, plus bu yerda mana podvali ham bor. Endi bu uyimiz pat biznesga ko'pchilik so'rayapti, qiziqqanlar. Bu yerda yashab turib, bu tomonga bitta biznes qilsa ham bo'ladi. Bu yerda spalni, ikkita dush, shunaqa ayvonlari bor. Kelaverasiz aka mana. Bu yerda mana o'nonlar. Bu yerda mana o'zini kuxnasi bor. Ya'ni bu o'choqxona bo'lib qoladi. Bu yerda hovuzi ham bor aka. Bundan tashqari uyimizni общий maydoni 7 sotlik. Grantda muammo yo'q. Vodoprod suv bor ekan, bu yerda mana hovuzlari ham bor ekan. Hovuzlari bor. Bu yerda orqa tomonda alohida qilib qo'yibdi. Alohida qilib shu tomonga ikki etajli qilib, katta qilib bu yerda hojatxonasi. Bu yerda hojatxona ekan. Bu yerda mana bu yerda огород. Bu 4 sotga yaqin. Bu ko'ryapsizmi? Bu ancha katta. Aravon sentrida. Shu yerga Biznesmen akalarimiz uchun juda ham qulay joy ekan. Srochniy aloqaga chiqsan aka, uspet qilgan qilib qoldi. Bu uyimiz narxini aka telefon qilsa qadroni tushuntiramiz. Bundan tashqari agar bunga almashtirmoqchi bo'lsa uylarni baho qilib, astenka qilib sotib, bu uyda olsa ham bo'laveradi. Aravon sentrida bilasiz, bu lokatsiyada hozir uylar kamdan kam. Bunaqa ko'p emas. Yo'lni bo'yida Kim bo'ldi bu yer hozir domlarda oldida bo'lib qoladi. Juda ham gavjum joy. Bu yerlarda supermarket qilsa juda ham qulay bo'lgan. Hozir ko'ryapsiz, Aravonda ya'ni targoviy sentrlar yo'q aka. Shunaqa qilsa bo'ladi aka, bu joyimizni zo'r lokatsiyada. Ham bu tomonimizda hokimiyat, bu tarafimizda mana stadion, bu yerda hozir bog'chalar, maktablar bor aka. Qiziqqanlar srochniy aloqaga chiqsin, chiroyli narxlarda qildirib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsa, kelishtirib qo'yamiz aka. Agarda sizlar Infaziya YouTube kanaliga reklama bermoqchi bo'lsangiz yoki reklamaga chiqmagan uylar, cheklar yoki domlar sotmoqchi bo'lsangiz yoki uyingizni bez reklama sotmoqchi bo'lsangiz 0554 28 21 23 telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.